Assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Xo'p. Biz kecha aytdim menimcha kechagi darsda. Bizda nisbiy degan narsa bor-da, nisbiy sog'lommiz hammamiz. Biz umuman tabiatda bir-birovga solishtirish nisbiy bo'ladi. Biz nisbiy sog'lommiz. Hamma hozir bu yerda beli og'rigan odamlar, lekin bir vaqtda boshqa muammosini bezovta qilyapti, lekin beli birinchi bezovta qilayotgani uchun bu yoqqa yetib keldi hozir. Bunga o'xshash ko'chada yurgan odamlar bor. Tasavvurimizda ular sog'lomdek ko'rinadi. Mana shu odam to'g'ri tushib kelyapti birinchi. Faqat pechini olib tushib keldi. Nima olib tushdingiz? Nisbiy sog'lom odamlarmiz hammamiz. Xolos savol beryaptilar. Men hozir mana dars yozyapman to'g'ri ovqatlanish bo'yicha. O'sha dars ichida onkologik kasalliklarda to'g'ri ovqatlanish qanday bo'ladi desa, onkologik kasalliklarda to'g'ri ovqatlanish uchun bir ikkita mahsulotlar bor. Misol karam bor. Karamdoshlar oilasiga kiradigan gul karam, brokkoli bor, keyin oddiy karam bor, qizil karam bor, farqi yo'q. Karamdoshlar oilasiga kiradigan har qanday karamni pishirib, qovurib, dimlab qanday yesangiz ham unda onkologiya bilan kurashish imkonini beradigan moddalar bor. Undan keyingi o'rinda eng zo'r narsalardan bu kurkumin bor. Kurkuma deydi. Zarchava. Uni ham har kun iste'mol qilsangiz, misol bir kunda bir choy qoshiqdan bir osh qoshiqcha bo'lgan miqdorda iste'mol qilsangiz bu zo'r narsa. 3 mahal, 2 mahal, 1 mahal farqi yo'q. Endi shu odam immunitetdan qo'rqyapti, to'g'rimi? Nimadan? Tishim qo'ydirsam rak chaqirish mumkin ekan, implant qo'ydirsam, shuning uchun nima qilsam bo'lar ekan degani. Bu to'g'ri qo'rquv va bu hammada bor qo'rquvda. Hamma onkologik kasallikka uchrab bo'lishdan qo'rqadi. Bu yondoshuv bilan u kasallikdan himoya bo'lmaydi-da. Bizning tanamizda rak hujayrasi yuzaga kelishligi uchun asos kerak. Asos bu tananing kuchsizlanishi. Bizning tanamizda har soniyada minglagan onkologik kletkalar paydo bo'ladi. Minglagan. Sizda ham, menda ham, hammamizda hozir gapirib turgan paytda menda ham onkologik kletka paydo bo'lib turibdi. Lekin mendagi bor immunitet o'sha onkologik kletkani shunday kesib o'ldiryapti, shunday kesib o'ldiryapti. Endi qachonki o'sha mendagi baryer, ya'ni immunitet o'zimni himoya qiladigan narsam susaysa, o'sha paytda menda onkologik kletka paydo bo'ladi. Assalomu alaykum. Tishni qo'ydirishingiz mumkin. Tishni o'zi onkologik kasal yuzaga chaqirmaydi, yuzaga keltirmaydi. Lekin onkologik kasallik sababi umuman boshqa narsa aslida. Hozir aytayotganim. Distress, tanani to'liq izdan chiqishligi. Siz tish qo'ydirgandan keyin onkologik kasal bo'lib qolmaslik uchun ma'lum bir qoidalarga amal qilasizda. Birinchisi, zo'r suv ichasiz. Suv ichish qoidasini kim biladi shu yerda? Suvni aytib turibdi, 7 stakan ichamiz. 7 stakan. Qanaqa ichadi? Necha kilosiz? Necha kun bo'ldi? Nimaga 2 kilo ozyapsiz? Kam-ku. Demak, o'g'irlab narsa yeyapsiz ekanda. Hammadan bekitib narsa yeyapsiz ekanda. Suv 30 ml dan 50 ml kilogramga. 100 kiloli odam bo'lsa 3 litrdan 5 litrgacha suv ichadi. 100 kiloli odam. U suvning ichida olma tishlab yesam, olmaning ichidagi suv ham bor. Ovqatning ichidagi suv ham bor, sho'rvaning ichidagi suv ham bor. So'k ko'rinishida ichadigan suv bor, choy bor, kola bor. Hamma suyuqlik o'sha miqdorda kirishi kerak. Bu o'rtacha o'sha suvlarni olib tashlagan paytda taxminan 2-2,5 litr deyiladi-da. Taxminan. Undan tashqari harakatdan to'xtamaslik kerak. Harakat. Doim harakat qiling. Biz endi shu harakatni to'g'ri qil deymiz. To'g'ri yo'nalgan, to'g'ri tartibda qil deymiz. Keyingisi unaqa o'tirmang. Oyoq yopib o'tiring. Oyoqni ochmang, rotatsiya qildirmang. Yo oyoq birlashtirib o'tiring. Bunaqa tashqi tomonga ochmang oyoqni. U bir tomonlama mushaklarni cho'zishga olib keladi. Keyingisi to'g'ri ovqatlanish.
to'g'ri ovqatlanishda tanada oqsil yetarli bo'lsa, yog' yetarli bo'lsa, uglevod yetarli bo'lsagina bizda immunitet yaxshi bo'ladi. Undan tashqari uning yoniga mikro makronutritlar, vitaminlar, vitaminzbon moddalar kerak. Siz umumiy bizda odatimiz birinchidan Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda go'shtni bosadi faqat. Bizda boshqa tomonda uglevodni bosadi aslida faqat nonga urug'ini berib. Umuman balans yo'qda. Bitta odam faqat go'shtni bosib yeydi, qolgan yetarli narsa yemaydi. Bitta odam faqat uglevodni nonni bosadi, go'sht xayolida ham yo'q qachondir yeganida. Shu jihatdan immunitet to'g'risida gapirish, onkologiyadan qo'rqadigan odam sog'lom turmush tarziga amal qilsin bo'ldi, o'z-o'zidan ketadi, muammo joyi yo'q. Tushunarlimi? Nima savolinglar bor? Nimani tushuntirib bering? Yo o'zim erkin gapiraveraymi? Hamma narsani bilganingiz uchun ham shkola kelgansizda. To'g'ri yurishligi kerak. Mana bunaqa narsa, tana kompleks narsa. Tanaga bir umumiy birlik deb qarash kerak. Uni alohida soningiz alohida, belingiz alohida emas. Tanadan foydalanganda to'liq foydalanasiz. Arzimagan sabab bilan, arzimagan mikrotravma bilan, shunday mikrotravma bor, siz uni travma deb hisoblamaysizda. O'shaning hisobidan mushagingiz ishlamay qolganini keyin bilasiz. Men aytganman-ku, qo'lini kerak paytda ko'targanda ishlamayotganligini biladi odam. Har kuniga sochini, misol erkak shuncha-munchaga sochini taramaydi. Biz taramaymiz degan sochni. Tufli so'taxo'ziga o'sha tuflab ketaveramiz-da. Odatda tegmayman ham sochimga. Qo'li shu darajaga ko'tarilgan paytda ishlamayotganligini biladi. Oylardan keyin biladi. Asldan periartrit bo'lib ishlamayotgan davni. Keyin biladi-da. Shunga o'xshash oyog'ingiz qaysidir yo'nalishda ishlamayotganligini o'sha yo'nalishda ishlatganda bilasizda. Lekin biz uni kutishga majbur emasmiz. Uni kutishligimiz xato. Mana shu holat olib keldi kutishliklar. Har kun eng asosiy son chonoq bo'g'im bo'shash kerak. Buning uchun men har kun mashq ko'rsatyapman. O'zim qilyapman ham. Buni ishlatish kerak mana shu bo'g'imni. Bir-biridan ajratish uchun. Buni ishlatish oson yo'li, eng oson yo'li. Har kun siz bankir bo'ling, buxgalter bo'ling, doktor bo'ling, biznes bo'ling farqi yo'q. Shu 700 ta mushakda, 690 ta mushakda hammasini o'zining ishini qilib qo'ying. Devordan ushlab oling yoki o'z bir oyoqda turib qilganingiz ma'qulroq. Birinchisi bunaqa oddiy ochasiz mana. Oddiy ochasiz. Oddiy ochib, keyin u atrofda aylantiring mana. Hammaniki aylana olish kerak. 70 yoshli odamniki ham shunaqa aylansa, u erkin bo'ladi. Ikkita oyog'im ichkariga ham tashqariga ham aylana olish kerak. Yo'q, buni qila olmayman desa, eng oddiymi? Eng oddiy mana shundan ko'rsatganman mana. Buni masala yodlab olgansizlar deb mahali. Mana yonga turibman mana. Yonga hammaniki shunaqa ochilishi kerak. Ishtonimiz sportivniy emas, xafa bo'lmaysizlar. Ya'ni tinib yiqilgan emas mana. Ko'rdinglarmi? Mana holatda emas. Bu boshqa tema mana. Yonga kela olish kerak-da. Chunki tizzada og'riq bor-ku. Tizzada og'riq. Harakat qilgan paytda, yurgan paytda sonni alohida mashq chiqadi yaqinda. Syomka qildik uni. Sonni ichidagi mushaklar bor. Privodiyash mushak deydi. Sonni o'ziga tortuvchi mushaklar bor-da. O'sha mushaklarning spazmi hisobidan tizza ichki tomonga ko'proq ufor beradi-da, ichki tomonni chiritib qo'yadi-da ko'proq. Ya'ni muammo qilib qo'yadi ichki tomonga. Shu narsani oldini mana shu narsa oladi mana. Boshdan aytgan bo'lsa, shuni tikka turasiz. Shuni qayrilasiz, ko'tarasiz. Bu ham 90 gradus. Tanani to'g'ri. Mana bu ham 90 gradus va belim mana shu o'sha holatda fiksatsiya mana ketdi. Bu tizzasi imkoniyati bo'lsa qiladi-da. Bunga keyin mana uni qo'shadi mana. Ko'rdingizmi? Mana shunda sonchonoq hamma bo'g'im ishladi mana. Mana go'dam iloji boricha qimlamayapti, lekin sonchonoq qimlayapti mana, ko'ryapsizmi? Hamma bo'g'im ishladi deyarli mana. Hamma mushak mana shu tarafda, ichkaridagi, tashqaridagi hamma mushak ishladi. Buni har kun qilish kerak. Buni siz
sog'lomman deganingiz yana aytdim boya. O'rtacha o'zingizcha nisbiy sog'lomsiz. Bugun sizni qaysidir og'ir kasalligingiz bezovta qilmayapti. Siz sog'lomman deb o'ylayapsiz o'zingizni. Lekin aslida muammo bezovta qiladi. Tushunarlimi? Buni har kim har kun qila olishi kerak. Buni shakli ko'p. Sog' bo'lsangiz ham qiling. Tizi kasallikni 10 mingta kasallik bo'lsa, boring 10 mingta odam bo'lsa bel og'riyotgan. Uni 3 mingtasida tizadi, qolgan 7 mingtasi qilsin. Imkoniyati bor odam boshchasi. Keyin sizga o'xshab o'tirgan odam birinchisi mana bu bukildi dedimku, mana o'tirganda oddiy hayotda o'tiribdi mana. O'tgan safar shu yerda ko'rsatdim menimcha. Buxgalter mana shunda o'tiradi yoki o'tirib ishlagan odam mana shunda o'tirgan holatda birinchidan ichkaridagi mushak bo'shashdi ozgida, mana bo'shashgan shalpang o'ziga keldi, keyin sonni oldidagi mushak. Buni men nimada ko'rsatgan mana. Stulda o'tirib ko'rsatish masalasi. Shuni o'tirasiz, mashq qilasiz mana. Mana bu mushak atrofiya bo'ladi juda ko'pchilikda. O'tirib ishlagan ko'pchilikda atrofiyaga qarab yuradi. Buni mielofibroz deydi. Ya'ni cho'zilgan holatda uxlaydi mushak. Buni ishchi holati, qisqargan holati mana shu. Tizzani to'ppa-to'g'ri qilishiga buni ishlagan holati. Siz buni u ishni qilmaysiz deyarli. Yurganda ham mana shu yurash, iloji boricha kalta qadam bilan bu maksimal cho'zilmaydi. Eng zo'r yo'li, eng fiziologik yo'li o'zini to'g'ri o'qida, oyoq bunday ham o'tirish kerak emas, tashqariga burish kerak emas, mana shu to'g'ri o'qda maksimal kenglikda ochish. Buni uyda sharoit qilasizmi, xon taxtdan ustida qilasizmi, farq yo'q, lekin qilasiz shuni. Yarilarga yordam beramizda, endi munaftar demaymiz. Turamiz. Ben o'tiribdi-ku, hammamiz bir-biriga laqilib o'tiribmiz, bu kishi mana ish qilib o'tiribdi hozir. Endi choydan ovqat ham shunday qilib yeymanmi? Tek o'tirmayman. Shunaqa. Tanamiz shunaqa narsa. Bizda xuddi mashinani kompleks narsa deb qaraymiz. Unga moyni ham vaqtida qo'yamiz, benzin qo'yamiz, balonni damni ushlab turamiz, razalni ushlab turamiz. Suvli joyga qo'ymaymizda, quruq ushlashga harakat qilamiz. O'shandagina bizga u butun holatda xizmat qiladi. Odamlar bor, bitta mashina oladi, uni bor yo'g'i 1 yil ichida chiritib enasini emdirib yuboradi-da. Odamlar bor, 20 yillab ham chirimaydi mashina. Zo'r saqlanadi-da. O'zingizning misolingiz ham shu-da, tanamizga kompleks qarashimiz kerak. Ovqatlanishdan tortib, o'tirgan holatda harakat qilishgacha. Tushunarlimi? Nima savol bor yana? Tiklanadi. Ikkinchi, uchinchi tiklanadi. O'tgan safar xapab qo'ymasalarmi? Yo, mana artroz tiklanmadi deylik, 4-darajasi, ha? Tasavvuringizda tiklanmadi. Sizni oldingidek hozir 55 yoshdasiz, 20 yosh paytingizga qaytmang degani. Bu degani bo'ldi, tashab qo'y degani emas-da. Siz hozir %100% tizzadagi artrozni paydo bo'lishiga birinchi sabab bu o'zi osteoporoz suyakda boshlangan bo'ladi deyiladi. Birinchi sabab, asli sababi. Nima u desa, siz noto'g'ri ovqatlandingiz, noto'g'ri turmush tarzini kechirdingiz, quyoshdan kelayotgan vitaminni kelib turib, tanamizda, terimizda sintez bo'lmadi-da, tanaga hazm bo'lgan kalsiy suyakka vaqtida yetib bormadi. Va suyakda depoda kalsiy kamayib ketib, suyak mo'rtashib qoldi, suyak yumshadi. Bu joyda birinchi turtki shu deydi. Ikkinchi turtki travma. Travma. Siz bilgan bilmagan travmaning turi ko'p. Har kun mana shu holatda o'tirasiz mana. Oyog'ingizni, tizzangizni shu erkinligida, yelka kengligida shunda o'tirib, shunda turasiz. Bir kun o'tirdingizda oyog'ingizni bunday ochib shunda o'tirdingiz, ketdi. Qirs demaydi, o'zi birinchi qirsillashgacha bo'lgan davrda siz e'tibor qilmaysiz, travma bergansiz qanaqasiga. Unda bu joyda mushak cho'zildi mana.
Sonni ichida mushak cho'zildi, ana shunday o'tirib turdi, mushak cho'zildi. Bu prosta o'tib ketmaydi. Siz bilgan bilmagan holatda tanangiz sizdan buni erkinligini chegaralab qo'yadi. 1 yil, 2 yil davomida siz shu travmadan ehtiyot qilib erkin harakat qilasiz. Mana shu tizzani harakat amplitudasi, harakat kengligini chegaralashi ikkinchi sabab. Tizzani ikkita tizza suyagi bor. Son suyagi, boldir suyagi. O'rtada tog'ay yuzasi bor, o'rtasida mins bor va suyuqligi bor. Bu maksimal har qanday kenglikda ishlash imkoniyati bo'lishi kerak. Mana bu travma bundan ayiradi. Noto'g'ri harakat travma bundan ayiradi. Chunki mushakning to'g'ri yo'nalish bo'yicha ishlatmayapsiz-da siz. Bir marta, ikki marta o'tirib turasiz, ketdingiz bilan. Endi ana yuk ko'taradiganlar bor. Shtangani oladi-da, Fettos tem. Çevirip çıkardım ben 19 yıl. Mana shtangani oladi-da, mana. U o'tiradi, presiziyadan sumo o'qiganda ham o'tiradi. Oldin yelka kengligida o'tiradi. Keyin yelkani ochib o'tiradi. Keyin bu holatda o'tiradi. U o'zi spetsial shu uchun o'tiradi. Bu mushakni shunga tayyorlaydi-da u. Bir kun, 1 yil, 2 yilda tayyorlab joyiga keltiradi uni to'liq. Siz bir marta, ikki marta travma qildirasizda, harakat chegaralangiz bo'ldi. Shuning uchun ham hozir mana o'tirgan holatda qilsin degani, unda o'tiribsiz u, oyoqingizni mana cho'zib turib mana mashq qiling. Ketdi o'sha. O'sha travmani shunday keskin obyemini kamaytiradi. Travma kichrayib, mushak o'zini yo'nalishida ishga qaytadi, bo'ldi. Mushak to'g'ri ishlatsangiz siz yutdingiz. Bizda ishni o'sha boshlanish shundan. Keldi mana. Harakat chegaralandi, tog'aydan modda almashinuv buzilishi boshlandi. Harakat chegaralangandan keyin bo'g'im o'zini erkin ishini qila olmagandan keyin bu yerda vakuum o'zgaradi. Vakuum o'tgan safar aytganman, birinchi tizda eng sehrli yoki bo'lmasa insoniyat qo'li bilan yarata olmaydigan 3 ta narsa bor. Birinchisi bu vakuum bor, manfiy bosim bor. Tizzaning ichida manfiy bosim bor. Ikkinchisi suyuqlik bor, uchinchisi Minsk bor. Bular alohida mo'jizaviy narsa-da. O'sha Minskda erkin harakat chegaralanganiga suyuqlik ishlab chiqarishi o'zgaradi siz vakuum bilan. Suyuqlik ishlab chiqarishi o'zgardi. Bu uzoq davom etadigan jarayon. 15-20 yillab davom etadi. Bir-biriga tegishli boshlagan tizzalar qirsillashib boshlaydi. Arzimagan qirt. Arzimagan siz uni kunduzi ish qilib yurgan paytda eshitmaysiz. Prosta eshitmaysiz-da. Ya'ni eshitishga imkoniyat yo'q. Undan da og'irroq belingiz og'riyapti yoki qo'lingiz og'riyapti, yo undan da muhimroq ish boshini qilishingiz kerak, uni eshitmaysiz. E'tibor bilan qilganda qirtillab mashdizam, qirtillabdi, nima qilsam ekan deb bir prosta gaplashayotganda tizangiz bilan o'qilab qo'yasiz-da. Shu paytda buni yedirayotgan bo'ladi ana. Bir-biriga tegib yedirayotgan bo'ladi va yedirilganda bundan qirindi chiqadi. Har bitta qirtillagan paytda travma bo'lib undan qirindi chiqadi. O'sha chiqqan qirindi tizzani ichida, tizza bo'g'imi kapsulaning ichida joylashgan. Kapsulaning ichida hech qayerga chiqib keta olmaydi. Unda siz uni nina bilan kirib bir narsa olib turmaysiz. O'sha suyuqlik ishlab chiqarib qo'yib turgandan keyin uni olib chiqib ketadigan mayda teshiklar bor. O'sha teshiklarga tiqiladi. Ungacha bo'lgan davrda 10 ml suyuqlik ishlab turgan suyuqlik bezchalari 10 ml ni so'rib oladi boya teshikchalarda. Endi 10 ml ishlab chiqaradi-yu 9 ni so'radi. Har kun endi 1 ml dan emas, undan juda kichkina dozadan tizzaning ichidagi suyuqlikning hajmi oshib boradi. Bu oshishlik nafaqat hajmi oshishlik bilan, bu undan oldingi qolgan suyuqlik hisobiga bo'lishligi bilan suyuqlikni o'zi ayniydi. Aynish degani, uni ichida bizga xohlamagan infeksiya tushadi yoki ichidagi narsa buziladi-da, bizga yetarlicha xizmat qila olmaydi. Mana shu suyuqlikning ko'payishi borib shu bo'g'imning ichiga sig'maydi. Sig'magandan keyin kapsuladan shunday chiqib, mushaklarga sizadi. Xorij bilasiga sizdi deydi. Suvsiz deydi-ku, sizadi. Shu shish bo'ladi. Shish bo'ldimi? Tizza shishdi. Xo'p, uni kompress bilan karamni dazmollab, yaxshilab quritib dazmollab turib qo'ygan bilan o'tmaydi endi. O'tmaydi. U shishdimi? Bo'ldi, u yerda patologik o'zgarish bu bo'ldi o'sha. Suyuqlik ishlab chiqarish bilan uni so'rilishida disbalans yuzaga keldida, mana bu so'radigan teshiklarda o'zgarish bor, bo'g'imning ichida qanaqadir musur bor degan endi bu shu narsani qabul qilish kerak-da. Va uni yaxshi doktorga uchrashsangiz, uni yuvish kerak. Katta ehtimol bilan juda ko'pchilikda uni yuviladi. Yuvilganda ochib turib, mana
idish tovoq yuvganda yuvilmaydi u. Prosto shunda ichiga lidokain yoki novokain oddiy yoki fizrastor bilan shunda shpris bilan ichiga suv jo'natiladi. Kichkina hajmi yerda 1 litr ham jo'natilmaydi, kichkina. Va tizzani erkin bundoq ishlatib, har qanday harakatlar qildirtiladida, shunda suvni olsangiz, o'sha suvda ichidan musor chiqadi o'zi. O'sha mayda-mayda siz bilan meni ko'zimga ko'rinar-ko'rinmas nimalarni yulib chiqaradi. Rasulbek shunday qildi-ku. Zang. Musor yo'q, yana tiniq suv oqtirib ko'rsatdi. Zanglanda. O'shani yuvib bo'lgandan keyin sizga plazma qiladi yoki kimdir plazma qilmasdan turib to'g'ridan turib suyuqligini qo'yadi. Ana endi sizniki qirtillamaydi. Bu degani bo'ldi, men sog'lomman degani emasda. Sizda o'sha jarayon boshlab bo'lingan. Endi uni ushlab qolish uchun og'irlashmasdan ushlab qolish uchun yoki uni umuman baton orqaga qaytarish uchun endi siz kundalik hayotda yashay olmaysiz. Sal boshqacharoq yashaysiz endi. Bunga ko'proq e'tibor berasiz. Birinchi e'tibor beradigan narsa harakat amplitudasi, harakat kengligini tiklaysiz. Mana shu tizzani 4 tomondan ushlab turgan hamma mushaklarni o'zini yo'nalishi bo'yicha va o'zini ishi bo'yicha maksimal darajada ishlatasiz. Tizzani sonning oldidagi mushakni, to'g'ri mushakning vazifasi tizzani ko'tarish. Lekin tizzani mana ko'tarish emasda, u maksimal ko'tarish kerak, tushundingizmi? Har bitta mushak o'zini yo'nalishi bo'yicha ishlattirasiz. Undan keyin to'g'ri ovqatlanasiz. Shuni sintez uchun, tog'ay sintez uchun sizda oqsil yetishmayotgan bo'lsa, oqsil joyiga qo'yasiz. O'zini sog'lomman degan odam, men sog'lomman hozir, men hech qanday kasalligim yo'q, lekin men sog'lom shu kunimni shu holatda davom ettirishim uchun bir kunda 100 gramdan 150 gramgacha go'sht yeyishim kerak. O'sha men yeydigan go'shtni bir kunlik ovqatda miqdori 100-150 gramdan bo'lishi kerak o'rtacha. Bu qora go'shtga nisbatan. Yog'lismi, yog'siz farqi yo'q. Bu sutka davomida tushish kerak miqdori shu. Agar men undan kamroq yedimmi, bo'ldi, men tanamga minusga ishlayapman. Bu hozir to'yinganday turaveradi, tanam amallab yurganday bo'laveradi, lekin orqasi borib turib, orqasida bu bir yig'ilib turib bitta muammoni paydo qiladi-da. O'shaning uchun birinchi harakat kengligini to'g'rilaysiz. Uni sizga doktor, o'sha ishni qilgan doktor juda chiroyli kengligini tushuntiradi. Undan tashqari mashqni tushuntiradi, keyin to'g'ri ovqatlanasiz. Bo'ldi, oddiy siz muammodan qutulasiz. Lekin bizda nima qiladi? Tizzasi 2-daraja, 3-darajalar orqaga qaytadi polni. Buni yuvdirgandan keyin boradi-da, xuddi qanday bo'lsa shunday yuraveradi-da. Xuddi shunday yuraveradi. U odam keyin qanday yaxshi bo'ladi? Yo, u doktor tushuntirini bilmayman, lekin bemor o'ziga nisbatan tanqidiy ish bo'lish kerak-da. O'zi qaytarib savol bermaydi. Doktor, ishni xudoga shukr orqaga qaytardingiz, hammasi joyida. Endi nima qiling, buni demaydi-da bemor hamda. Yaxshi bo'ladimi? Endi yaxshi bo'ladi deydi, ketdi hammasi. Ura ketdi, sola-sol, keyin 6 oydan keyin yana boshqatdan qarasa, bir sovqotadi, bir muzlaydi yoki bitta boshqatdan yana urib oladi, oldingidek muammo bilan kelaveradi-da yana. O'sha muammo 3-4 marta takrorlangandan keyin bu tizzada jarayon har bitta harakatda, har bitta travmada yedirilib endi sizni saqlaydigan bazaviy struktura qolmadi bu yerda. Bir-birini o'padi, bo'g'im suyaklari kelmaydi. 3-4-darajaga keladi. Endi u paytda siz yana ham jiddiyroq qaraysiz. Sizga tizza o'ta muhimligini angladingiz, lekin kech angladingiz. Endi buni 4-darajaga olib kelsangiz, orqaga qaytish imkoniyati yo'q. Orqaga qaytish imkoniyati bu to'liq hamma tog'a 100% orqa orqaga tiklanmaydi deganida. Lekin hozir siz qilishingiz bo'lgan daqiq joy bor. Mana shu holatdan borib turib tizza bo'g'im bir-biriga yopishib qolmasligi uchun ham siz hozir harakat to'g'rilashingiz kerak. Ya'ni hozirgi davolanishingiz yoshligingizdagi holatga, sog'lom holatga qaytarish uchun emas, mana shu darajada ushlab sizning shaxsiy ishingiz, hojatxonaga, oshxonaga, o'zingizning shaxsiy ishingiz uchun, kiyinish uchun kerak bo'ladigan xizmat qilib berish uchun ushlashingiz kerak bo'ladi-da buni. Bizda keyingi xato shu. Menda 4-daraja artroz ekan, buni hech qila olmayman endi deydi, shuni tashiydi. 2 yilda u yotadi. Holaga o'xshab keyin bir tomondan qiyshayib o'tirib turadi tizzasi qotgandan keyin. O'tgan safar ko'rsatdim-a? Tushundinglarmi? Bo'shab qoldi xolaniki. Oyog'ingizni uzating. Qarang. Taban yerga tegmaydi bolam. Asrab qolgan oldindan og'riydi deb shu deb. Ana qara. Taban yerga tegmaydi. O'zi so'z bilan aytayaptim-a? Oldindan og'riydi deb asrab kelganman, tegmay qoldi deydi. Mana o'z so'z bilan aytayapti bemor. Bu yerda aslini olganda bu bemorda ham ayb yo'q. Bilmaganda bu. Bilganda qilmasdi u ishni.
Hammani ertalab soat 7 dan odam keldi orqasidan. Tushunarlimi? Hammaga tushunarli bo'ldi menimcha. Bu jarayondan hamma o'tib kelgan. Afsus bu narsa bilan oldin 50 yoshdan keyin og'rigan bo'lsa, hozir 50 yoshdan keyin va sportchilar og'rigan. Hozir oddiy odamlar ham og'rib qolyapti. Bir bu kishi savol berganda o'tirib ishlaydigan har qanday odam bir adashib bir futbolga borib qoladi. Adashib futbolga borib qoladi tamomda keyin. Keyin yuraveradi. Nima savol bor edi? Darsni eshitishdan to'xtaymiz inshaalloh. 1-2 kunda nafas olish darslarini boshlayman. U uzoqroq bo'ladi. Bir 30 ta 40 ta dars bo'ladi. Bir oydan oshiq davom etadi u. Nafas olish. Nafas olishni bilmaysizlar birontanglar. Shu bo'yicha dars o'taman inshaalloh. Yurishni bilmaganda nafas olishni ham bilmaysizlar-da. Yurishni boshqatdan chiqaramiz. Ya'ni kattaroq maydonda, kattaroq kadr bilan bu paytda telefon bilan olinganda kichkinalar. Oyoqning harakatlarini, graduslarini o'lchab, chiroyli qilib qo'yib chiqaramiz. Masalan, siz qo'limizni olib qo'yib, har vaqtdan ko'ramiz. Tushunarlimi? Nima deyecekmiz? Bularken siz chiqarib, bular o'zim men hech kim donimda kelib bir kelladan chiqarib tashlashlarni aytaman, psixoterapiyasi. Bu Xurshid aka, Qarandar Xurshid aka 32 32-likmi? 31 lik psixoterapevt. Ishi ko'p. Hozir bu kishi ham gapiradilar. Nima deysiz, xola? Savolingizni ayting. Kista qachon bo'ladi? Paydo bo'ladi sizda. Oh, kista qachon keldingiz siz? Bugun 9-kuni, kista to'g'risida gapirgan eshitmadingizmi? Kista Bekir haqida 10 kun oshib ketdi unga. Ha? Ha? Kimda bor? Bunda bor, sizda bor, yana kimda bor? Kimda bor yana? Kista Baker deydi. Qayerda? Odatda kista Baker bu naxotka deydi, topilma bo'ladi. Doktor MRT qilganda siz tizam deb borasiz, mana kista Baker chiqib sizga mana kista Baker demaysiz-da uni. Uzida yoki rentgenda yoki MRTda ko'rinadi-da, doktor kista Baker deydi, keyin sizga akani ishi bo'yicha muammo yopishadi. Siz kistani olish, kistani yo'qotish bilan olasiz. Tasavvuringizda ayollardan esa mana matkadagi nima edi anu? Yaishnikdagi kistaga o'xshab turib tasavvuringiz yiringlab ketadi, portlab ketadi. Olmasak bo'lmaydigan xayol bilan yurasiz-da o'zi. Kista Baker 100% kista Baker'ning 20% operatsiya bo'ladi. O'tirib turing. 20% operatsiya bo'ladi. 80% o'zi davolanadi. 20% ham qachonki u qotib, konglomerat paydo qilgandan keyin solvin daraja bo'lgandan keyin operatsiya bo'ladi. Ungacha bo'lgan davrda u to'g'ri harakatlanadi. Kista Baker bu tanamizdagi fiziologik senovial suyuqlikdan paydo bo'ladigan kista. Qo'pol aytganda, hozir unda sig'madida tashqariga chiqib, mushaklarga chiqdi dedim-ku, o'sha mushaklarga chiqmaydi-da, sekin-sekin oddiy no'xatday, moshday, loviyaday bo'lib kattalashib paydo bo'ladigan. O'zimizni tanamizda ishlab chiqarilgan narsasi u. Begona narsa emas, yopishib qolmadi, rak emas u. O'zimiz tanamiz suyuqligi. U suyuqlik agar to'g'ri harakat qilsa, ko'pchilikda qaytadi. 80% ni operatsiyasi davolanadi. Qaytadi mana shu yerda. Tushunarlimi? Bu to'g'risida men 3 ta dars oldim. Kista Bakerga taalluqli 3 ta dars oldim. Uni mashqlarini gapirib berdim. Men bu massaj to'g'risida ozgina gapirdim. Keyinroq bitta mukammalroq dars qilaman. Kista Baker bilan massaj qilishni doktorlarga dars bo'ladi u. Bitta nimada ko'rsataman. Kistasi bor odam bilan kushetkada ko'rsataman, alohida dars olaman. Ozgina shuni hazm qilinglar, kista Baker to'g'risida. Men eshitgansiz deb o'ylayman 9 kun bo'lsa kelganingizga. Uni videoni tushuntirganman bunaqa. Ekranga yozib turib, qayerdan qanday paydo bo'ladi, unaqa sovuq paydo bo'lishi hammasi qotishigacha zo'r tushuntirganman. Bitta takrorlang darsni, master klassni. Gemangioma. Gemangioma bu
nomi geman deydi. Gema degan qon, o'ma degan rak. Qon rakiday eshitiladi, aslida unaqa emas. Bittagina suyak, umurtqa suyagidan tashqaridagi gemangiomalar hammasi onkologik prosesni shakllantiradi. Izohlaydi, tushuntiriladi. Misol anor bor bolalarda ko'p. Anor bilan tug'iladi, xoli bilan. Shundan keyin anorgul anorxol bo'lib qoladi. Mana shu bu ham gemangiomaning bitta turi. Suyakdagi u narsa emas. Birgina o'sha umurtqa suyagining tanasidagisi gemangioma bu qon quyqasi bo'ldi, boshqa narsa emas. O'sha bizni tanamizning ichida, suyagimizning ichida hammasi g'ovak. Sizlar endi mollarnikini, boya qovurg'asini ham, tovuqnikini ham, qo'ynikini ham ko'rgansizlar. Ichida ilagini qoqib iligini. O'sha iligi g'ovak to'qimaning ichida turadi. Insonni tanasidagi eng zo'r g'ovak to'qimalardan tug'ilgandan boshlab o'lguncha bo'lgan davrda ichida qon bo'lib turadigan, suyak ko'migi vazifasini bajarib turadigan qoni bo'lgan to'qimalardan bu umurtqa suyagi bo'ladi. Doimiy ravishda umurtqa suyagining ichi g'ovak, tashqarisida bir 2-3 mm joy qattiq bo'ladi. Katta narsada u, qolgan ichi bo'm-bo'sh g'ovak bo'ladi. O'sha g'ovakning strukturasi o'ziga xos. U agar mukammal bo'lsa, ya'ni sizda kalsiy almashinuvi butun bo'lib, modda almashinuvi hammasi joyida bo'lib turib, suyak parchalanmagan bo'lsa, uni konstruksiyasi bitta umurtqa tanasini hamma narsani olib tashlab turib, odam tanasini ajratib turib, shundoq bitta tekislikka qo'ygan, ustiga bitta narsa qo'yib turib, 3 tonna yukni qo'ygan, ko'targan. 3 tonna yukni. O'sha daraja konstruksiya, o'zi g'ovak bo'lsa ham, labirintligi shunaqa yo'l bilan qo'yilganki, erkaklar biladi. Ferma shunaqa bo'ladi, ferma ko'rgansizlar. 50 kelik joyga, misol uchun, ustunsiz nima qo'yadi? Tom qo'yadi. O'zi temir arzimagan, biz 5 ga 10 ga 10 ga qo'yadi, faqat uni bitta geometrik pozitsiyani tanlaydiki, u qancha yuk tushsa ham hissa qilmaydi. Xuddi shunday suyak o'zicha alohida geometrik arxitektonikaga egada. O'sha arxitektonikani bitta misoli Eyfel minorasi. Insonning son suyagini o'sha birligidan olingan shu. Son suyagining tuzilishidan o'sha narsa olingan, konstruksiya necha ming dirham tonna, lekin nechta qanaqa shamol bo'ladi, hissa qilmay turadi. Xo'p, tanada osteoporoz bo'lganda suyakning hujayrasi kamayib yoki u mo'rtlashib, yedirishni boshlagan paytda ma'lum bir kimlardadir, hammada emas, o'sha bir nechta yedirilgan suyak hujayralari devorlarni tashkil qiladi-ku o'sha labirintda. O'sha devorlar parchalanib butun devor yo'g'ib ketadi, parchalanib. Bir nechta yo'q bo'lgan devorlar o'rtasidagi suyuqlik bir joyga yig'iladi. Mana shu narsa gemangioma deydi. Kimdadir bu qotadi. Buni tushuntirganman, bor, darslarda qilib o'tdim buni. Kimdadir bu qotadi. Kimdadir suyuq holatda ushlab turadi bo'ldi. Bunga mantiqsiz ravishda yondashish xato. Buni davosi yo'q. Bu degani siz tanangizda 20 mm yoki 10 mm gemangioma bormi? Buni yo'qotib narsa yo'q. U gemangioma siz bilan umringizning oxirigacha ketadi endi. Uni to'g'ridan-to'g'ri davosi sizni har bitta umurtqangizdagi bitta, ikkita, uchta, to'rtta gemangioma sizga hayotingizga tajovuz qilmaydi. Tajovuz o'sha gemangiomaning sababi tajovuz qiladi. Nima bo'lsa, u osteoporoz tajovuz qiladi. Osteoporoz bo'lgandan keyingina gemangioma paydo bo'ldi. Gemangioma osteoporozni to'xtatsangiz, davolasangiz, u hech narsa qilmaydi. O'sha 10 ta gemangioma bilan yana 100 yil ham yashayverasiz, suyagingiz baquvvat. Agar osteoporoz davolamasdan turib, uni ichiga sement quyish bilan ovora bo'lsangiz, uni sement to'xtatmaydi. Sement faqatgina bo'shliqni to'ldirib turadi, bo'ldi, boshqa vazifasi yo'q. Unda siz adashasiz. Osteoporozni davolamasangiz, siz gemangiomaning hisobidan hayotda qiynalmaysiz. Siz osteoporoz asoratidan qiynalasiz. Gemangiomas hayotingizga tajovuz qilmaydi. Uni davolamasangiz, osteoporozni asorati qiynaydi. Osteoporoz eng keng tarqalgan 4 ta asorati bor. Birinchisi bu son suyagi bo'ynidan sinadi. Perlom sheka bedra deydi. Son suyagi bo'ynidan sinishi juda keng tarqalgan asorati va buni davosi yo'q. Davosi yo'q. Nimaga desa, mana shunaqa turadi son suyagi, bo'yinni mana. Mana shu yerni shunaqa turibdi hozir. Bu yoqqa bo'g'imga kirib turibdi chonoqqada. Mana shu yerdan sinadi-da, bir-biriga o'tiradi, bo'ldi. Buni tasavvurimizda davosi bor. Kimdir avariya bo'lib, suyagi osteoporoz bo'lmasdan sinsa davosi bor, yoniga temir qo'yib qotirib qo'yadi-da. Agar osteoporoz bo'lib, shu suyagi sinadigan, bo'yni sinadigan darajaga keldimi, bu suyak temir ushamaydi. Bunga temir qotirib bo'lmaydi. Buni yechimi yo'q degan. Osteoporoz hisobidan son suyagi bo'ynidan singan odamlarning deyarli hammasi 1 yil ichida hayotdan ko'z yumadi. Og'ir asoratda. Ikkinchisi kompression perlom deydi.
Bu umurtqada. Umurtqa sizni balandligingiz, umurtqangiz balandligi o'rtacha 3 sm bo'ladi. 28-30 mm bo'ladi. O'sha umurtqa o'z-o'zidan shundoq 208, 2,5, 2 mm, 20 mm bo'lib kichayib ketaveradi. U sinish degani unaqa jo'rt o'rtadan sinmaydi-da, kompression pirulon o'z-o'zidan umurtqa yo'q bo'lib ketadi. Yo tekis baravar yo'q bo'lib ketadi, yoki dumaloq bo'lib yo'q bo'ladi, yoki bir tomon uchburchak bo'lib yo'q bo'ladi. Men endi tahlil qilganda tushuntiraman. Sizda kompression pirulon belgilari bor debda. Undan keyingisi yelkani yuqori uchligi. Mana yelka suyagim bor. Yuqori uchligidan mana shu yerdan sinadi. Zo'r sinadi. Bu ham oxiri yaxshilik bilan tugadi. Undan keyin keng tarqalgani bu kaft usti. Mana shu bo'g'imlar, mana shu suyaklar sindiradi. Shuni bosadi yomon sinadi lekin. Gemangioma bo'lgan odam, buni ko'radigan odam ham, sizlar ham gemangiomam bor ekan umurtqamda deb xayollarni surib, endi nima qilamiz, operatsiya qilib ichiga suyak sement quyidiraman demang. Gemangiomam bor ekan. Buni sababi osteoporoz ekan. Osteoporozni qanday davolayman deng. Sizning vazifangiz shu. Uni tushuntiradi sizga, doktor tushuntiradi. O'zi sizga dori yozib beradi. O'sha gormonal buzilishi bor, o'shani tushuntiradi sizga. Gemangiomaga ko'p olib keladi ayollarda klimaks bilasizlar? Men oldin ko'p gapirganman bu to'g'risida. Klimaks bo'lgan odamda nima osteoporoz bo'ladi. Tirik odam hammasi osteoporoz bilan og'riydi. Shuni osteoporoz bilan og'riydi. Endi osteoporoz bilan ayollarning og'rishi klimaksdan keyin keskin kuchayib ketadi. Chunki estrogen degan gormon suyakni parchalanishini to'xtatib turadi. U gormonni qonda miqdori bor ekan yetarlicha, o'sha to'xtab turadi. Endi agar klimaks bo'lgan paytda estrogen ishlab chiqarish to'xtaydi, uxladi. Undan keyin u suyak parchalanishi keskin kuchayib ketadi. Shuning uchun ham ayollarda osteoporoz asorati ko'proq. Nima qiladi desa, tibbiyot buni bizdan oldin o'rganib bo'lgan. Mana shu paytda ayolni tabiiy o'zida ishlab chiqargan estrogeni yetishmagan paytda unga fitoestrogen beradi. Klimadinon, Klimax. Mana shu dorilarni 20, 25, 30 yillab ichish kerak. 20-25 kun emas. Klimax boshlandi, sizni hayzingiz to'xtadi yoki hayzingiz to'xtayapti. 3 oy kelib, 1 oy kelib, mana shu payt bo'ldim, tamom, shunga o'ting. Siz uni keyin 20, 25 yil, 30 yil iching. Agar o'sha gemangiomacha ko'paytirmayman, boshqa qilmayman desangiz. Nafaqat undan tashqari boshqa bir dunyo kasalliklar va ayoldan o'zini qizib ketishi, sovib ketishi, balobatlar bir dunyo narsani to'xtatadi u. U o't. Fitoestrogen degani fito. O'simlik estrogen. O'simlikning estrogeni. Tabiiy ravishda o'zida ayolning estrogeniga o'xshash bo'lgan estrogen ishlab chiqaradigan o'simliklar bor. Shularning yig'masidan tayyorlangan o't. Farmatsevt aka biladimi? U arzon narsa, qimmat ham emas. Uni ichish kerak. Bo'laveradi. Uni ginekolog bilan maslahatlashasiz. Osteoporozni o'zi birinchi endokrinolog davolaydi. Yaxshi endokrinolog mutaxassis davolaydi. Bor, bizda o'zimizda eshitgan oxirigacha. Yaxshi endokrinolog davolaydi. Uni tushungan odam keyin travmatolog aqliga yetib borsa tushunadi. Lekin bizda travmatologlar 99.9% osteoporoz to'g'ri davolashni bilmaydi. Men aynan aslida-chi degan podkast qilganman. Shuni birinchi sonda osteoporoz bo'yicha juda katta mutaxassis olib chiqqanman. 1,5 soatlik ko'rsatuv faqat osteoporoz haqida gaplashganman. Aslida-chi bir akment yaqib ketdingiz shu yerga. Aslida degan podkast bor YouTube'da. 1,5 soat. Osteoporoz asorati boshqasi. Dunyo bo'yicha osteoporoz 4-o'rinda turadi. 1-o'rinda kardiologik kasalliklar, yurak kasallik hisoblanadi. Butun dunyoda odam o'ladi 1-o'rinda. Nimadan o'libdi deysiz-ku? Yurak kasalligidan o'ladi. Undan keyin sahr bor, undan keyin onkologiya bor, undan keyin osteoporoz bor. Osteoporoz hisobidan o'ladi to'g'ridan-to'g'ri. Biz shunga bag'ishlab katta kurs o'qiganmiz. Juda katta gap gaplashilgan bu yerda. Birinchi endokrinolog davolaydi. Keyin aqli yetsa travmatolog davolaydi. Undan keyin o'sha vertebrolog boshqa o'xshaydi. Bizda travmatologimiz bor, uni aqli yetadi. U joyida hammasi, kallasi joyida, Rasul tushuntiradi qanday davolash kerak, nima qilish kerak. Uzoq vaqt davolanadi. Bormi yana savollar?
Savol bo'lmasa men Xurshidakimga so'z beraman. Ancha bo'ldi Xurshidakam. Gapirmadin, Insonda nima deydi u? O'ziga bir narsa yopishtirib olish bor. Hozir men aytdim. Gemon misol beraman. Endi gemon bo'lib qolman, nima qilaman deb miyani bir joyda bir auraga tushirib qo'yish xato. Kista bor ekanman-da. O'zi kistani topib oldi hozir. Bo'g'im qirtillab turdi. Qirt turdi. Bordi shunday imitaga tushdi, orqaga kista bekra deb yozib berdi. Bedanan tuxumdagi kistang bor dedi. Ketdam chal, qirtilashib chiqib ketdi. Men kistani nima qilaman? Men kista bilan qanday yashayman? Hayol shu o'sha bilan yashaydi ketdi. Shu narsani yo'qotishni aka o'zi aytdi. Ismingiz nima? Men psixoterapevtman-dan. Shuni aytmoqchiman, shunaqa o'tiribsiz, hozir как будто bir dunyoni g'amisizda-da, Yo, sezmayapman. Men unaqa narsa, mana shu hammamiz o'tiribmiz, hammamiz birinchi navbatda miyamizni tozalashimiz kerak. Miyadan kasallik olib chiqib tashlash kerak. Men 1 yil u 1 oy onkologiyada mana shu sizlar borib yurgan Alpha Medical Center'ni boshqardim. O'shani qurilishidan boshlab to o'sha yerda 4 oy o'tirdim. Hammalaringiz shukr qilinglar. Pozvonlar uchunki yemirilib ketgan, chirib ketgan, ya'ni rak bilan yemirilgan kasallar bor. 15 yosh, 20 yosh, 10 yosh. O'sha yerdan nima uchun ketdim? Har kun rak ko'ruvdim. O'rtog'im bilan o'sha yerda bir tog'imniki o'sha yerda yurdim. Bitta qorinda Tohir Zuhro tug'ildi yani. Xorazmlik. 1 oylik bo'lgan paytda bir qorinda tug'ilgan Tohir soppa-sog', Zuhroda 3 ta rak. Bitta qorinda tug'ilgan bolada bittasida u bittasida bu. Nima demoqchiman? Sizlarning kasalliklaringiz davolanadigan kasal. Hech qanaqa misol tanani olganda 5 mm, 10 mm, 15 mm degani milliondan 1% kichkinagina bo'rtib chiqqan narsani o'ylayapsizlar. Uning uchun o'zlaringiz, oila a'zolaringiz hammani tashvishga solib, men kasal bo'lib qoldim deb tushkunlikka tushib, men aytaman, Ibn Sino ta'limotini o'rgangan odam sifatida 31 yillik psixoterapevtlik tajribamdan kelib chiqib, bir narsani aytaman. Odam har qanday kasallikka ruhiy zo'riqish orqali yetib keladi. Hammamiz hayotda ruhiy zo'riqish oldik, tug'dik, hayot qiyinchiliklari bo'ldi. Bu ruhiy zo'riqishlar kasal bemorni tushkun holatiga olib keladi. Hammangizda tushkun holat bor. Kimdadir 1-daraja, kimdadir 2-daraja, 3-daraja. Endi o'sha kasallikni yaxshi qilish uchun mana bu Odilbek aytib turgan, bizani qilib turgan sa'y harakatimiz 50 kishining sa'y harakatini yaxshi tarafga ketish uchun sizlar yaxshi o'ylashingiz kerakdan, depressiyadan o'zlaringizni chiqarishingiz kerak. Uning uchun men qo'limdan kelgan hamma yordamni qilaman. Depressiyadan chiqmas ekansizlar, kasallikdan yaxshi bo'lmaysizlar. Kecha menga bittasi yozib turibdi kanaldan. Ketdim Odilbek. Bir yuqorida bundan 1 oy oldin bitta odam kelib yotib ketdi. Men shu yerda kelgandan to oxirigacha men yaxshi emasman deb ketdi. Men kecha menga yozibdi, Xurshid aka, mana adam hali ham yaxshi emas. U odam Amerikaning Kaliforniya shtatidagi eng yaxshi gospitalga borsa ham yaxshi bo'lmaydi. Nimaga deylar? Odam men har kun miya osti miyasi bor. Men kecha aytib gaplashdim, ong osti ongi bor. İsmingiz nima? Dildora, men yaxshiman desangiz, bugun kechaga qaraganda yaxshiman, fizkulturadan yaxshi bo'laman desa, miya osti miyasi aytadi, dopamin, serotonin gormonini ishlab chiqaradi. Bu baxt gormoni. Immunitet oshadi, kasallik yaxshi tarafga ketadi. Bizani qilib turgan sa'y harakatimiz kuchayadi. Endi men yaxshi bo'lmayapman, 5-kun bo'ldi, 6-kun bo'ldi, 8-kun bo'ldi desa, stress gormoni kortizol chiqadi. Kasal orqaga ketadi. Hali как будто biza tortamiz, u bizani orqamizdan tortadi. Orqaga qarab ketadi. O'sha odam xuddi shu ish qilib yotibdi. O'shanda kortizol chiqadida immunitet pasayadi. Bu meditsinada tasdiqlangan. O'sha odam aytdi, o'sha odam endi biza shuncha harakat qildik. Men aytdim, yo'q. 60-70 ga kirib qolgan olmaydi siz gapingiz. Kelinglar, bir narsani o'zimiz o'rgataylik. Mana gruppa bor, har kim ko'risha olmasligi mumkin. Guruh qilganmiz 126-kun bugun. Guruh ochilganiga. Mana shu guruhning davomi, mana shu klinikani davomi hamma narsa. Biza nima qilyapmiz? Boshqa klinikalardan farqi. Kelinglar, masalan, qisqacha grijani
Buni Odilbek tushuntirgandir, boshqani tushuntiraman bo'lmasam, boshqa aytadigan gapim. Men shu yerda davolayapmiz. Davolaganda ham bir narsani tushunyapman, hammalaringiz o'tgan bo'tga urib, bo'tdan bo'tga urib, bo'tdan bo'tga urib, Alloh taolaga dodingiz, nolangiz borib yetib, to'g'ri klinikaga kelgansizlar. Buni maqtab aytmayapman. To'g'ri grijani boshqa sportdan boshqa davolaydigan narsasi yo'q. Amerikaga borsanglar ham o'shaning uchun o'shanaqa. Yaqinda Hindistonning bitta klinikasi, Fortis klinikasi rahbarini qabul qildim. So'radim, ko'rsatdim hamma joylarni, kanalda bor. Aytdimki, Samantha, biz sport bilan davolayapmiz. Sen Hindistoningdan $1000, $2000, $5000 ga dori bormi? Shunday qilib yaxshi qiladigan desam, yo'q dedi. Sport bilan davolayotganimiz to'g'rimi desam, ha dedi. Keyin aytdimki, biz 10 kun davolayapmiz. Undan keyin men gruppam bor, Azamati gruppasi bor, Odilbekning gruppasi bor. Dars beryapmiz, boshqa qilyapmiz desam, uniga pul olasanmi dedi. Yo'q, pul olmayapmiz unga desam, menda unaqasi yo'q. Nech pulga davolaysan sen? 1,5 mingdan 2 minggacha. Qanaqa qilib davolaysan sen? Xuddi shunaqa sport o'rgataman, ukol dorimni qilaman, vaspaleniyani olaman. Grija yo'qolmaydi-ku. 10 kunda yo'qolmaydi-ku grijasini nima qilaydi? Yillar davomida orttirgan kelsa, dunyoning hech bir klinikasi aytmaydi bu yo'lni, tushuntirmaydi. Hamma joyda borsangizlar 3 oydan keyin qaytib kelasan, 6 oydan keyin qaytib kelasan, og'ir yuk ko'tarish mumkin emas deydi. Bizda 18 yashar bolani, 20 yashar qizni davolamiz. Mumkinmi? O'sha qiz ertaga tug'adi, o'sha qiz bolasini ko'tarmasdan katta qilishi mumkinmi? Hayotda yashasa bo'ladimi? Ertaga nevarali bo'lasizlar, kimdir nevarasi bor, o'shani ko'tarmasdan yaxshi yashash iloji bormi? Undan ko'ra o'lgan yaxshi emasmi? Unaqa emas. Sport bilan shug'ullanib, hayotda bundan keyin keldinglar, bo'ldi. Shu yergacha mashinani noto'g'ri foydalandinglar mashinadan. Mashinani hadovoyi ketdi, motori ketdi, boshqasi ketdi. Endi bu mashina. Uni alishtirish kerak. Organizmimiz zo'r joyi shundaki, organizm 80 yoshga kirganda ham Alloh tomonidan yaratilgan mukammal sistema. O'zini o'zi qayta tiklaydi. Jigar 1,5 kilogramm jigar bo'ladi odamda. 1 kilogramm jigar sirrozga aylanib qotib qolsa, 500 gram qolganda men kasalman demaydi. Bildirmaydi hech narsa. O'sha 1,5 kilo ketib 100 gram qolgan paytda dod deydi. Bize shu daraja organizmimizni bosamiz, ezamiz, yanchamizki, dodlatamiz, o'sha narsani oxirigacha olib borib, sirroz degani bu organizmda 1 yilda bo'lib qolmaydi. Misol uchun aytayapman-da, misol uchun, xuddi o'xshatib. O'shaning uchun kelinglar, shu yerga keldik, biza to'g'ri yo'l ko'rsatamiz. 3 ta tamoyilga amal qilamiz. Kuniga 1-1,5 soatlik sport qilib bo'lmaydigan ish emas. Keyin dieta. Dietani ham bo'ldi shu paytgacha. Bizani O'zbekiston mana gruppaga kirsanglar Izraeldan tashab turibdi. Boshqa dunyo davlatlarida bor. Kechki ovqatni to'xtataylik. Kechki ovqat bo'lmaydi. Kechki ovqat to'y, hasham, mehmondorchilik bo'lmaydi. O'sha bizani yeb turgan narsa shu. Mana masalan o'zim doktor sifatida mana kimgadir aytdim. Mana kechqurun boraman, obedda suyuq narsa yeyman. Men shu qornim gapirib turibman. Shuni 3 oy shu narsaga rioya qilmay qo'ydim. 124 kundan beri 20 kilometr, 15 kilometrdan yuryapman. Ovqatimni kamaytirdim. Ketmayapti. Shu narsani rioya qilsa ketadi, hamma narsani qilsa bo'ladi. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi dieta. Dietaga nima qilib amal qilamiz? Nonni to'xtatamiz. Iloji boricha. Keyin kechki ovqatni, har qanday ovqatni dimlab yeyinglar. Qovurilgan ovqatni to'xtatamiz. Dimlangan ovqat unchalik bo'lmaydi. Uchinchisi vaqtida uyqu. Soat 10-11 kechagi, ertalabki 4-5. 10-11 da melatonin degan gormon ishlanadi. Qorong'ida ishlaydi. Undan dopamin bilan serotonin chiqadi. O'sha ertalab kayfiyati zo'r bo'lishini beradi. Kimdir 1-2-3 qilib uxlab, ertalab soat 10-11 gacha uxlar ekan, u odam yaxshi turmush tarzi, sog'lom turmush tarziga ega bo'lmaydi. Semirib ketadi, ozib ketadi, nastroyeniyasi yaxshi bo'lmaydi. Keyin ham ertalab soat 6-7 oralig'ida kortizol degan gormon chiqadi. Stress gormoni. Buni 15 minutlik fizkultura qilib yoqish kerak. Bu islomda ham bor. Bomdoddan to quyosh chiqquncha yotma deydi. O'sha gormon yonmasa, ko'rpani tagida yotsa, kuni bo'yi odam stress bilan yuradi. Tushuntira oldimmi? Ko'p gap ko'payib ketadi. Hozir men gapirsam, bir sutka gapiraman. Men shu sog'lom turmush tarzini birato'la shunga rioya qilaylik. Men shu yerda shunga o'rganaylik. Qolgan qismini men
Allah ömür berse 30 yilmi, 40 yilmi, 50 yilmi, 10 yilmi gruppa orqali davom qildiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.